Yaqin 2 kun davomida men bilan sodir bo'lgan bir voqeani aytib bermoqchiman. Men mo'jiza tufayli tirik qoldim shekilli va hanuzgacha o'sha paytda aslida nima bo'lganini tushuna olmayapman. Ammo ishonch bilan ayta olamanki, bu mening butun hayotim davomida boshimdan kechirgan eng dahshatli holat edi. Men bunaqasini hech qachon ko'rmaganman va umid qilamanki, boshqa ko'rmayman ham. Voqeani boshdan boshlayman. Shunda sizlar kimligimni, qayerda, qanday ahvolda ekanini tushunib olasizlar. Universitetni tugatganimdan keyin biroz pul yig'dim. O'zimning shaxsiy uy-joyimni sotib olishni xohlardim. Rostini aytsam, ota-onamnikidan ko'chib chiqishni istardim. Daromadim yomon emasdi, non-yog'ga yetardi. Faqatgina uy-joy sotib olish uchun ko'p narsalardan o'zimni tiyganman. Ipoteka olishni xohlamadim. Kreditlar va bu banklar menga to'g'ri kelmaydi. Ularga ishonmayman. Xullas, o'sha paytda ikkita variant bor edi. Yoki xususiy uy, yoki kvartira. Yangi uy olishimga umid qilmagandim. Shuning uchun eski, sovet davridagi variantlarni ko'rib chiqdim. Keyinchalik asta-sekin ta'mir qilib olaman. Bu vaqt masalasi xolos edi. Uzoq o'yladim. Qaysi biri yaxshiroq ekanligini. Oxiri baribir xususiy uyda to'xtadim. Albatta, biroz qo'shimcha pul to'lash kerak, lekin shunga arziydi. O'z yer uchastkang bo'ladi, o'z uying, hovling bo'lsa, bu qandaydir eski kvartiradan ancha yaxshi. Bu mening fikrim albatta. Xullas, shaharning chekkasidan bir uy ko'z ostimga olib qo'ydim. Yomon emasdi. Oddiygina uy, yog'och panjara, omborxona va tashqarida hojatxona. Bu albatta men xohlagandek emas, lekin hechqisi yo'q. Uyni qanday sotib olganim, hujjatlar rasmiylashtirish va boshqa qog'ozbozliklarni tasvirlab o'tirmayman. Kimdir uchun qiziq bo'lishiga ishonmayman. Umuman olganda, o'sha kun ham yetib keldi va men bu dunyoda o'z uyimning baxtli egasiga aylandim. Hattoki biroz pul ham ortib qoldi. Yangi uyim ota-onamnikidan ancha uzoqda joylashgandi. Yaqinroq bo'lganida ularnikiga borib kelishga oson bo'lardi deb o'ylab qoldim. Axir biz tosh davrida yashamayapmiz-ku. Transport bor, telefon bor. Demak, muammo emas. Oxirgi kechasi men ota uyimda o'tkazdim. Ertasi kuni ko'chish uchun mashina buyurtma qildim. Narsalarim ko'p emasdi, lekin jamoat transportida hammasini olib keta olmasdim. Uzoq vaqt uxlay olmadim. Bilasizmi, biror narsa haqida o'ylab yotsangiz, miyangizda turli g'oyalar aylanib yursa, uxlab qolishning iloji bo'lmaydi. Men ham yotoqda yotib, ta'mirni qanday qilaman, nimani qayerga qo'yaman va hokazolar haqida o'ylab chiqdim. O'sha paytda ko'chib o'tganimdan keyin nimalar bo'lishini hatto tasavvur ham qila olmasdim. Bilmayman, bunga uy sababchi bo'ldimi yoki yana nimadir. Quyosh tobora yuqoriga ko'tarilib borardi. Uning nuri derazadan kirib ko'zimga tushdi va men uyg'onib ketdim. Ob-havo unchalik yaxshi emasdi. Kecha yomg'ir yog'gan, bugun esa quyosh chiqib turardi. Bunday o'zgaruvchan ob-havoni yoqtirmayman. Atrof hamma joy loy, suv bilan qoplangan. Men budilnikdan oldin uyg'ondim. Nonushta qildim, yana bir bor hech narsani unutmadimmi deb tekshirib chiqdim. Oradan taxminan 20 daqiqa o'tib, haydovchi qo'ng'iroq qildi. U allaqachon kirish eshigi oldida turganini va meni kutayotganini aytdi. Yordam taklif qildi. Men esa mamnuniyat bilan rozi bo'ldim. Haydovchi kvartiraga kirib, narsalarni yuklashga yordam berdi. Xullas, yo'lga tushdik va 1 soatdan keyin men allaqachon yangi uyimda edim. Aytishni unutibman. Oldingi egalari unchalik qari bo'lmagan juftlik edi va ular uyni tozalab, tartibga solib qoldirishgan ekan. Garchi eski bo'lsa ham, baribir tartibli uy edi. Ba'zi narsalarni olib ketishgan, ba'zilarini esa menga qoldirishgan. Go'yoki bonusdek. Uyga yaqinlashganimda u yerda 5 nafarcha bolani ko'rdim. Hammasi kir, chang bosgan, yuvinmagan ahvolda turishardi. Ular panjara yonida turib, mening yangi uyimga tikilib qarashar, nimanidir pichirlashardi. Ular menga juda g'alati qarashardi. Buni nimaga o'xshatishni ham, qanday tasvirlashni ham bilmayman. Ammo o'sha paytda bunga e'tibor berishga vaqtim yo'q edi. Shuning uchun ularga umuman e'tibor bermadim. Haydovchi bilan hisob-kitob qilib, sumkalarni uyga tashiy boshladim. Oldingi egalari tartibli qoldirib ketishgan bo'lsa-da, baribir changlarni artish va narsalarni joylashtirishim kerak edi.
Shular bilan kunning birinchi yarmi band bo'ldim. Kichikkina yig'ishtirish qandaydir o'z-o'zidan umumiy tozalashga aylanib ketdi. Yana shuni aytmoqchimanki, o'sha bolalar taxminan kechki soat 5 gacha mening panjaram yonida o'ralashib yurishdi. Allaqachon asta-sekin qorong'ulasha boshlagan bo'lsa ham, ular baribir o'sha yerda turib pichirlashardi. Keyin esa qayergadir yugurib ketishdi. Xudoga shukr. Negadir ular menga yoqmadi. Rostini aytsam, xuddi darbadar bolalarga o'xshashardi. Kechga yaqin men do'stimga qo'ng'iroq qilib, uni mehmonga va samimiy suhbatga taklif qildim. Axir yangi uyga ko'chib o'tganimni nishonlash kerak-ku. Soat taxminan 6larda u taksida yetib keldi. "Xo'sh, uka, tabriklayman." Shu so'zlar bilan u mashinadan tushdi va ortidan mast qiluvchi ichimliklar bilan to'la yashik hamda qandaydir paketni tortib chiqardi. "Nima? Shunchalik ko'p olibsanmi? Juda ko'p emasmi?" kulib so'radim undan. "Kam ham emas-da. Mayli. Endi maqtanchi ekskursiya qilib uyini ko'ray. Yur" dedim. Undan olgan narsalarimni ko'tarib biz uyga kirdik. "Zo'r ekan do'stim, juda zo'r. Xo'sh, nechta xona bor bu yerda?" "4 ta xona va qo'shimcha oshxona." "Yaxshi, yaxshi joyga joylashibsan", dedi do'stim. "Eshit, men bugun senikida tunab qolaman. Bilib qo'y." "Marhamat, qol." Ana endi boshqa gap. Qarachi uydan nimani ko'tarib keldim. U paketdan o'yin pristavkasini chiqardi shekilli. PlayStation edi. Juda zo'r. Hozir Mortal Kombat o'ynaymiz. Ichimlik olib kel va bemalol joylash. Umuman olganda, kech juda tez o'tib ketdi. Men anchagina ichib qo'ygandim. Musa ham yaxshi kayfiyatda edi. Soat 2lar atrofida butun yashikni bo'shatib bo'ldik. Boshqa qiladigan ishimiz yo'q edi. O'yin ham tezda zeriktirdi. Xullas, mehmonxonada, o'sha yerning o'zida uxlab qoldik. Men boshimni yostiqqa qo'yishim bilan darhol uxlab qolibman. Taxminan 3dan keyin soat 2lar atrofida uyg'ondim. O'zimni juda g'alati his qildim. Lekin ajablanarlisi, boshim og'rimayotgandi. Turdim va o'zimni o'nglash uchun hammomga yo'l oldim. Lekin hammomdan chiqqanimda Musa yo'qligini sezdim. U xonada yo'q edi. Men yolg'iz uyg'ondim. Holbuki Musa divan yonida ochiladigan kresloda yotgandi. G'alati. Ehtimol ketib qolganmi yaramas? Hech bo'lmasa meni uyg'otib ketmaydimi? Qisqasi, bunga ko'p bosh qotirmadim. Yuzimni yuvdim va oshxonadan nonushta tayyorlash uchun bordim. To'g'risi, allaqachon tushlik vaqtidan ham o'tib ketgandi. Lekin Musaning yo'qolishi negadir tinchlik bermayotgandi. Balki qo'ng'iroq qilib, kechagi ichkilikdan keyin boshi og'riyaptimi yo'qmi so'rab ko'rarman. Telefonni olib unga qo'ng'iroq qildim. Chaqiruv ketdi, lekin hech kim javob bermadi. Ehtimol uxlayotgandir dedim. Eski plita yonida turib, oynaga qaradim. Panjara ortida odamlar turardi. Taxminan 10 kishi. Ular ham xuddi kechagi mening uyim atrofida turgan bolalardek menga tikilib qarashardi. Ko'zlari bilan nimanidir qidirishayotgandi. Bu aniq ko'rinib turardi. Men ularga diqqat bilan qaradim. Menda shunday tuyg'u paydo bo'ldiki, ular meni ko'rayapti va men ularga qarab turganimni bilishadi. Bu esa meni bezovta qila boshladi. Men uydan chiqib panjara tomonga yo'naldim. Ularning oldiga yaqinlashdim va dedim: "Kechirasizlar albatta. Lekin bu yerga nimaga yig'ildingizlar?" Ularning hammasi juda g'alati edi. Yuzlari qo'rqinchli, kiyimlari eski, kir, xuddi daydilarga o'xshardi. "Nega bu yerda turibsizlar?" Ohangimni ko'tarib so'radim. "Hozir militsiyani chaqiraman. Yo'qolinglar bu yerdan." Javob esa umuman yo'q edi. Go'yo ularga baribir turishibdi va nimanidir pichirlashmoqda, xuddi kechagi bolalarga o'xshab. Keyin ulardan biri, taxminan 45 yoshlar atrofidagi erkak, menga yaqinlashdi. Qo'lini uzatdi va panjara orqali oyog'im oldiga nimanidir sochib tashladi. Avvaliga hech narsani tushunmadim. Keyin qarasam, bu tishlar ekan. Odam tishlari. Butun badanim junjitib ketdi. Men ahmoqdek qotib qoldim. Nima qilishni ham, nima deyishni ham bilmadim. Oxiri hech narsa o'ylab topolmay uyga qarab yugurdim va eshikni qulfladim. Bu meni juda qo'rqitib yubordi. Hatto kechagi ichkilikdan keyin ham birdan hushim joyiga keldi. Ular o'zi kim edi?
Nega ular 2 kundan beri uyim oldida yig'ilmoqda? Qandaydir terbilar guruhimi? Balki militsiyaga xabar berishim kerakdir. Yana derazadan qaradim. Ular tarqalishardi. Hammasi turli tomonga. Biroz tinchlanganday bo'ldim. Bugun esa boshimda faqat bitta savol aylanardi. Ular kim edi? Ularni yana ko'rish uchun uydan chiqdim. Soat taxminan kechki 5lar edi. Shu xususiy sektor bo'ylab o'z hovlim atrofida aylana boshladim. Bu yerda nima bo'layotganini tushunmoqchi bo'ldim. Yana do'konga ham kirishim kerak edi. Shunday qilib yurib borar ekanman, hech qanday g'ayrioddiy holatni sezmadim. Ayollar o'tiribdi, bolalar yugurmoqda, yoshlar kulib yurishibdi. O'sha g'alati odamlardan hech kimni uchratmadim. G'alati. Men ularni shu yerlik deb o'ylagandim. Do'konga kirib, kerakli mahsulotlarni sotib oldim va qaytishda bir qiziq holatni payqadim. Hammaning birdaniga uylariga kirib ketishayotganini sezdim. Soat taxminan 6lar edi. Qorong'u tushib borardi va hamma bir xil tarzda uylariga ketardi. Ota-onalar bolalarini chaqirishdi. Onaxonlar o'rindiqlardan turib, har biri sekin-asta o'z uyiga yo'l olardi. Ularning hammasi g'alati edi, lekin men miyamda bularni qandaydir izohlashga harakat qildim va ma'lum bir paytgacha bunga erishdim ham. Men erta yotdim, ya'ni kechki soat 10lar atrofida. Avval ota-onamga qo'ng'iroq qilib, biroz gaplashib oldim. Endi uxlay boshlaganimda birdan dahshatli gumburlash ovozi meni uyg'otib yubordi. Xuddi tomga nimadir tushayotgandek. Men boshimni ko'tardim va quloq soldim. Haqiqatan ham nimadir juda qattiq ovoz bilan tomga urilardi va pastga sirg'alib tushardi. Bu meni jiddiy tashvishga soldi. Men darhol karavotdan sapchib turdim, qo'limga ilingan birinchi kiyimni ustimga tashladim va uydan tashqariga chiqdim. Tashqarida chiroqni yoqdim. Ko'rgan narsam boshimga go'yo ulkan qo'rquv bolg'asi bilan urgandek bo'ldi. Hamma joyda o'lik qushlar yotardi. Ba'zilari hali ham tipirchilardi. Bu dahshatli holat mening holimda yuz berardi. Kabutarlar, qarg'alar, chumchuqlar juda ko'p edi. Hovlining hamma joyida, tom ustida, yerda o'nlab har xil turdagi qushlar yotardi. Va e'tiborga molik tomoni shundaki, bu faqat mening uyimda sodir bo'layotgandek tuyuldi. To'g'ri, aniq bilmayman. Qorong'u edi, hammasini ko'ra olmadim, lekin panjara ortida bunaqa holat yo'qdek ko'rinardi. Meni titroq bosdi. Bunaqasini hech qachon ko'rmaganman. Ular nima o'zi? Bu yerda nima balo bo'layapti? Men hovlining o'rtasida jim turib, taxminan 5 daqiqa karaxt bo'lib qoldim va shu 5 daqiqa ichida panjara ortida kimdir yugurayotganini eshitdim. U yer juda qorong'u edi, lekin tez harakatlanayotgan bir siluetni ko'rishga ulgurdim. Kim ekanligini ajratib ololmagan bo'lsam ham, men uni ko'rdim. U juda tez yugurib butalar orasida g'oyib bo'ldi. Men uyga yugurib kirdim. Barcha deraza va eshiklarni yopdim. Pichoqni qo'limga oldim. Nima uchun bilmayman. Ehtimol panjara ortida yugurib yurgan kimdir uyga kiradi deb o'ylagandirman. Ammo bunday bo'lmadi. Lekin qushlar, ular nega meni hovlimga qulayotgandi o'zi? Bu yerda qandaydir dahshatli narsa bo'layotganini sezib turardim. Do'stim Musaga qo'ng'iroq qildim. Ko'tarmadi. Yana qo'ng'iroq qildim va qayerdandir qo'ng'iroq ovozi eshitilayotgandek bo'ldi. Men diqqat bilan quloq soldim va qo'ng'iroq ohangi tomon yura boshladim. Telefonni qo'ymay tashqariga yugurib chiqdim. Qo'ng'iroq ovozi sabzavot ekiladigan joy tomondan, bo'yi 1,5 metrli o'tlar orasidan kelardi. 2 daqiqadan so'ng oyoqlarimdan quvvat ketdi. Men yiqilib tushdim va hushimni yo'qotishimga sal qoldi. Qo'rquv tanamdagi har bir hujayraga yetib borardi. O'tlar orasida do'stim Musa yotardi. Hali chiriy boshlamagan, lekin allaqachon shishib, rangi oqarib ketgan. Og'zidan qon chiqib qotib qolgandi. Yaxshilab qarasam uning tishlari yo'q edi. Birorta ham tishlari yo'q. La'nati, bu maxluqlar uni o'ldirgan. Lekin qanday? Axir uyda edi-ku. Balki kechasi hojatxonaga chiqqan paytida ushlab olishgan. O'sha paytdagi holatimni so'z bilan yetkazib bera olmayman. Qo'rqib ketgan holda ota-onamga qo'ng'iroq qila boshladim. Militsiyaga qo'ng'iroq qilmadim, chunki huquq-tartibot idoralarini bilaman. Hammasini mening bo'ynimga ilib qo'yishlari mumkin. Ota-onamga telefonni ko'tarishmadi. Na otam, na onam ehtimol uxlayotishgandir.
eshitishmagandir. Men nima qilish kerakligini bilmasdim. Bu yerdan ketish kerak. Taksi chaqirib, ota-onamnikiga borishga qaror qildim. Men Sabzavot maydonidan hovliga chiqdim, uyga yugurib kirdim va kiyindim. Kerakli narsalarni yig'dim. Taksini chaqirdim. Jim o'tirib, mehmonxonadagi divanda kutardim. Tizzalarim qaltirardi. Har bir shovqinni, har bir tovushni diqqat bilan eshitardim. Lekin chigirtkalarning chirillashidan va yuragimning urishidan boshqa hech narsani eshitmadim. Birdan esimga keldi. Men yana seskanib ketdim. Haydovchi yaqinlashayotgandi. Sumkamni oldim va hovliga chiqdim. Va ko'zim oldida quyidagi manzara paydo bo'ldi. Yana darvoza oldida bir to'da odam turardi. Ularning hammasi juda qo'rqinchli, qandaydir badbashara maxluqlar edi. Ba'zilarining tishlari yo'q, ba'zilarining ko'zlaridan qon sizib chiqardi. Boshlarida tushunarsiz qilib kesilgan joylari bor edi. Ularning barchasining qo'lida qandaydir qurollar bor. Pichoqlar, boltalar, sanchqa va hokazo. Ular jim turishardi, qamar yetishmasdi va har birining qo'lida mash'ala ham bor edi. Aynan shu mash'alalar tufayli men ularning hammasini batafsil ko'ra oldim. Juda g'alati kiyinib olishgandi. Ba'zilar umuman kiyimsiz edi. Sochlariga nimalardir ilashib qolgan, lekin ular odamlarga o'xshashardi. Hech bo'lmaganda menga shunday tuyulardi. Ular mendan nima istashadi? Balki qandaydir sekta yoki kultdir bular. La'nati. Birdan yo'lda mashina faralari ko'rindi. Taksi kelayotgandi. Mashina darvoza oldida to'xtadi. Bu tungi mehmonlar mashinaga umuman e'tibor bermadi. Faqat jimgina biroz chetga surilishdi. Men tezda mashina tomon yugurdim. Lekin masofaning yarmiga ham yeta olmadim. Dahshatli qichqiriqni eshitdim. Sektadagilar haydovchini mashinadan tortib chiqarishdi. Ulardan biri uni bir qo'li bilan tomog'idan ushlab ko'tardi. Axir haydovchi taxminan kamida 100 kilo kelardi. Qanchalar kuchli bu maxluqlar o'zi derdim o'zimga o'zim. Keyin sodir bo'layotgan narsani ko'rib, deyarli qayt qilib yuboray dedim. Sektadagilar birgalikda qandaydir tushunarsiz narsani o'qiy boshlashdi. Bu bizning tilimizdan emasdi. Bir maromda o'qishardi. Balki qandaydir la'nat yoki sehrli so'zlardir, bilmayman. Keyin olomon orasidan yana bitta maxluq chiqdi. Bu erkakmi yoki ayolmi bila olmadim. Chunki uning boshida cho'chqaning boshi niqobi bor edi. Undan vaqti bilan qon tomchilab turardi. O'sha maxluq qo'liga o'roq oldi. Xuddi bug'doy o'rishda ishlatiladigan o'roq. Taksi haydovchisi qichqirardi. Bu qichqiriq shunchalik dahshatli ediki, ko'zlarimdan yosh oqa boshladi. Men unga hech qanday yordam bera olmasdim, lekin bu uzoq davom etmadi. O'sha o'roq bilan uning boshini kesib tashlashdi. Cho'chqa bosh kiygan o'sha maxluq haydovchining boshini ko'tardi va o'sha boshdan qon olib o'ziga quya boshladi. Va hammasi yana o'sha tushunarsiz so'zlarni o'qiy boshlashdi. Aytgancha, ularning orasida kecha ertalab ko'rgan o'sha bolalar ham bor edi. Men turib, sodir bo'layotgan narsalarga karaxt bo'lib qarab qoldim. Umuman joyimdan qimirlay olmasdim. Bu marosim uzoq davom etmadi. Haydovchining boshidan qon to'liq oqib tugagach, o'sha maxluqni chetga uloqtirdi va ularning barchasi asta-sekin panjaradan oshib o'ta boshlashdi. Aynan o'sha payt boshimda navbat menga kelgani haqidagi fikr paydo bo'ldi. Ortga burildim. Sabzavot ekiladigan tomonga qarab yugurdim. U yerdan boshqa hovliga, u yerdan esa yana boshqasiga sakrab o'tardim. Itlar hurardi, lekin menga baribir. Men telbalardek yugurardim. Oxiri butunlay holdan toyib qoldim. Va navbatdagi hovli egasiga o'zimni topshirmoqchi bo'ldim. Adashib qolgandim va katta yo'lga chiqishni umuman xohlamasdim. Taxminan 20 daqiqa davomida bir uyning eshigini taqillatdim. Oxiri bir erkak eshikni ochdi. Baquvvat qo'lida miltig'i bor edi. Men hansirab, boshimdan o'tgan hamma narsani tez-tez gapirib berdim. "Sen kimsan? Qayerdansan?" dedi u. Men 39-uydanman. Erkak darhol eshikni yopdi. To'g'ri yuzim oldida. "Nega meni tinglamaysiz? Eshikni oching!" vahima ichida baqirdim. "O'sha uyga qaytma yigit", dedi u eshik ortidan. "Nega? U yerda nima bor?" "U yerda yashaganlarning hammasi o'lgan. Hech kim u uydan tirik chiqmagan."
Shuning uchun qoch yigit, hali vaqting bor ekan. Bu yerda kechalari kimlardir kezadi, mashalalar bilan yuradi. Ko'pincha tovuqlar, boshqa chorvalar yo'qoladi. Ayniqsa cho'chqa va sigirlar. Lekin odamlarga faqat sening uyingda tegishadi. Hech bo'lmasa meni ichkari kiriting, tunab qolay, pul to'layman. Nima? Bu maxluqlarni bizning uyga boshlab kelmoqchimisan? Mening bolalarim, oilam bor. Men butun kuchim bilan eshikni tepdim. O'zimning oyog'im ham og'rib ketdi. La'nati, jin ursin senlarni. Majburan yana yugurishda davom etdim. Biroz uzoqlashdim. Orqamdan hech kim quvlamasdi. Nihoyat yo'lga chiqdim va piyoda shaharning boshqa tomoniga qarab ketdim. Kechki trolleybusga o'tirdim va zo'rg'a uyga yetib bordim. Ota-onamga hammasini boshidan oxirigacha aytib berdim. Do'stim Musaga nima bo'lgani haqida ham. Ular albatta hayratda qolishdi, lekin menga to'liq ishonishmadi. Ertalab u yerga bordik, narsalarni oldik va baribir militsiya chaqirdik. Uy ichida dahshatli tartibsizlik hukm surardi. Ajablanarlisi, militsiya meni qiynamadi. Jinoiy ish ochildi. Kimnidir qidirishyapti, nimadir qilishyapti. Lekin ular o'sha kecha aslida bu yerda nima bo'lganini bilishmaydi va hech qachon menga ishonishmaydi ham. Kanalga o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'ling, kommentariya qoldiring, like bosing.